Qadrli teletomoshabinlar, biz yana jonli efirdamiz. Xo'p, Nigora xonimga savol bermoqchimansiz. Adashmasam, xorijiy filologiya fakultetini tamomlagansiz. Necha yoshingizda til sertifikati olgansiz? Birinchi bor eslab turing. Birinchi bora 19 yosh edim, adashmasam. Til sertifikatini qo'lga kiritdim. Qaysi darajani qo'lga kiritgansiz? 5-chi. IELTSdan 5 darajani qo'lga IELTSdan birdan xalqaroga topshirgansiz. Birdan xalqaroga. Milliy keyin xalqaro qilib ko'rmagansiz. Yo'q, keyinchalik milliy topshirganman, lekin birinchi topshirganim IELTS bo'lgan. 19 yosh. Demak, siz bu jarayonni ichki muhitdan juda yaxshi bilasiz. Deylik, birinchi qaysi deylik, readingdan ko'p ball beradimi, speakingdanmi, listening qiyin bo'ladimi? O'zi qiynaganmi yo'qmi listening to'g'risida? Albatta, listening emas, ko'proq speaking qiynagan meni. Nimaga? Ya'ni nima desam ekan, to'g'ri bilasiz, lekin examinerning yonida turganingizda qanaqadir inson boshqacha bir hayajon bo'lsa-da, o'sha hayajonni qochib qutulsangiz, sizniki o'sha ball, lekin qocha olmasangiz bo'ldi. O'zingiz yodlagan narsalaringiz ham, xayolingizda kelgan ideyalar ham umuman esingizdan chiqib ketadi. Men o'ylardimki, endi menga ko'pchilik aytishardi, listening qiyin deb, chunki qanaqadir bir soqov odam gapiryapti. Uni men bir marta harakat qilib ko'rganman, singillarim o'rganishyapti. Eshitib o'tirardimda, bir kun oldim o'sha audioni, oldimda maxsus harakat qilib ko'rdim. Yo'q. Qanaqa harakat qilganimni eshitib turing, olib dasturga soldim, uni sekinlashtirdim, foydasi yo'q deb. O'sha ohang deb. Lekin bilasizmi, hozir studiyamizga taklif qilgan mehmonlarimiz aynan sizning sohangizga juda ham yaqin. Aynan til bo'yicha. Keling, tanishtirib o'tsak ularni. Marhamat, Munavvar kun musiqiy dam olish dasturimizdan azizlar, qadrli teletomoshabinlar, galdagi mehmonlari bu Aziz opa, Bo'riyeva, qolaversa ularning shogirdlari, ya'ni til sertifikatini B2 darajasini qo'lga kiritganlar. Xush ko'rdik studiyamizda sizlarni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, xush vaqt bo'ldingizlar. Sizlarni ko'rib turganingizdan g'oyatda mamnunmiz. Kayfiyatlar a'lomi? Xuddi shunaqa a'lo. Xo'p, demak, bugungi kunda Imperial Akademiyada faoliyat olib boryapsiz. O'qituvchilik faoliyatini shug'ullanasiz. O'zi qancha vaqt bo'ldi, ya'ni o'qituvchilik faoliyatiga kirib kelganingiga? Men 2014-yilda Termiz davlat universitetiga talaba sifatida qabul qilinganman va o'sha vaqtdan boshlaganman o'z faoliyatimni. Unda dastlab men bog'chalarda ingliz tilidan bolachalarga dars o'tganman, keyinchalik o'quv markazlarida, bir nechta maktablarda dars o'tganman o'quvchilarga va ayni damda o'sha Imperial Akademiyada ishlab kelmoqdaman va Termiz davlat universiteti 2-bosqich tayyor doktorantiman. Bir savol doim qiynaydi. Deylik, bolajonlar, kichkina bolajonlarga dars o'tish bilan aynan qo'shimcha darsga keladigan bolalar o'rtasida farq qanday? Ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganlar orasida. Dynamic degan narsa bor, ya'ni kichkina bolalarda diqqat uzunligi juda ham qisqa bo'lishadi. Har xil bo'ladi, tez chalib ketadi. Ular juda ham tez zerikib qolishadi. Shu sababdan ularni interaksiya har qanaqa o'yinlar asosida o'tib o'rgatish kerak bo'ladi, chunki ular an'anaviy darsdagi demak beriladigan bilimlarni uncha yaxshi olisha olmaydi, chunki unda faqat o'qituvchi turib bilim berishi, ularni esa o'sha bilimlarni olishi zerikarli jarayon bo'lib qoladi. Demak, o'quv markazlariga yoki umuman kattalarni ta'lim olishga keladigan bo'lsak, ularga ko'proq o'yinlar yoki har qanaqa aktivitelar bilan emas, ko'proq o'sha maqsadga yo'naltirilgan testga tayyorlov tizimida o'tish qo'l keladi. Demak, kids gruppaga alohida darslar va kattaroq gruppaga o'ziga yarasha maqsadli darslar qo'yiladi. Xo'sh, biz Farangiz bilan dasturimizni davom ettirsak, salomatmisiz Farangiz? Kayfiyatlaringiz qanday? Mikrofon bilan faqat. Kayfiyatlaringiz yaxshi, demak. O'zi qancha vaqtdan beri ingliz tiliga qatnay boshladingiz, qo'shimcha darslarga? Men 3-sinfimdan boshlab 3 yildan beri ingliz tiliga boraman, Imperial Akademiyaga. Bilishimiz bo'yicha hozir 6-sinfsiz, demak 3 yil bo'libdi. 3 yil bo'ldi. Qaysi darajani qo'lga kiritdingiz? B2. B2, ya'ni o'zbekcha aytganda B2 daraja milliy sertifikat bo'yicha. Imtihon jarayonlari qiyin bo'lmadimi? O'rtacha bo'ldi. Qaysi biridan ko'proq qiynaldingiz? Speaking ko'proq qiyin bo'ladi, chunki unda kompyuterga gapirganda baribir hayajon bo'ladi. Hayajonda bo'lsa, chindan ham yodlab kelgan narsalar esdan chiqib ketadi. Kompyuterda hayajon bo'lmaydi. Kompyuterdagi vaqtda hayajon bo'lsa kerak-da. Shunday tugab ketaveradi-da va qarab turib nima demoqchiman, davom etamiz bo'lib qoladi. Mana shu sana bo'lib, chunki kompyuter ikkiga bo'linadi, bir tomonda vaqt turgan bo'lsa, bir tomonda o'zingiz turgan bo'lasiz. Vaqtga qarayman deb miyangizda to'plagan o'sha ideyalaringiz ham yodingizdan chiqib qoladi-da. Meni Singlim akasida bekorga aytmadim chunki. Xo'sh, eng ko'p qaysi skilldan yuqori ball to'pladingiz?
listening Listeningdan. Xo'sh, qancha ekan? 63. 63. Haligi prikol borki, eshitganmisiz sizlar? Sovchilikka kelishadi-yu, qiz uyiga. Eshitganmisiz? Hamma eshitgan ekan, o'sha lekin tovushi bilan eshitganmi? Aytadiki, siz qizingiz zo'r ekan, bizga yoqdi, listeningdan 9 olgan ekan, 7 olgan ekansa, onasi aytamiz, qizimiz speakingdan 9 olgandi deydi-ku. Xo'p, speakingdan qiyin bo'ldi deb aytyapsiz. Bu darajaga yetguncha 3 yil o'qidingiz, o'rgandingiz. Qaysi jihatlariga endi ko'proq e'tibor berishni o'rganyapsiz? Ko'proq speaking, writing qismlariga e'tibor berish kerak, chunki unda writing va speakingda o'zimizdan narsa yozamiz, gapiramiz, lekin listening, readingda esa o'qib, eshitib olish, bunaqa qobiliyatlarni o'stirish osonroq bo'ladi, lekin writing bilan speaking sal qiyinroq bo'ladi. Sal qiyinroq bo'ladi. O'zi eng yoqtirgan skillingiz qaysi biri? Qaysi bir yo'nalishda o'zingizni bir mahoratliman deb o'ylaysiz? Listening. Listeningda. Speakingni bir sinovdan o'tkaza olamizmi? Ya'ni osonroq qilib. Keling bizga bugungi dasturda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman deng. Umuman bugun sizlarni ko'rib turganimdan xursandman deng-chi. Oson bo'lsa kerak shekilli. I am happy to see you today. I am happy to see you Today in this program. Qoyil. Yoki glad bilan aytsa ham, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Darajasi oshirilyapti shekilli hozir bu yerda. O'zi bugungi kunda keling sizga yuzlansak, ingliz tiliga e'tibor qanchalik oshgan o'sha siz 2014-15 yillarda ishlagan yillaringizdan farqli o'laroq bugungi kunda. Bugungi kunda ingliz tiliga bo'lgan qiziqish juda ham ortib bormoqda. Chunki bizdagi milliy universitetlar hozir til bilish sertifikatini talab qilishyapti va bu degani agar ularda o'sha til bilish sertifikati bo'lsa, o'sha til bloki yopib beriladi. Ya'ni ular olishi mumkin bo'lgan maksimal ball berilyapti. Shu sababdan juda ham til o'rganishga bo'lgan munosabat o'zgarib ketgan. O'zgarib ketgan, ha. Shogirdingizga yuzlansak, bilamiz, aynan o'sha o'quv markazida ya'ni kids guruhlari bor. U guruhda tugatgandan keyin topshirib yuborasiz boshqa o'qituvchiga. Sizdan boshqa yana kimlar dars beradi, ta'lim beradi shogirdlaringizga? Yo bitta guruhga bitta o'qituvchi biriktirilganmi? Yo'q, guruhlar darajalangan, ya'ni yoshidan qat'iy nazar. Deylik, masalan, bitta o'quvchi kelyapti, u 30 yoshda, yana bitta o'quvchi kelyapti, u deyarli faqat 12-13 yoshda. Ular bitta guruhda o'qishga majbur bo'lishadi, chunki darajasi bir xil bo'lishadi ularni. Faqat ularga nisbatan yondashuv o'zgarishi mumkin. Metodikada qanaqa yondashasiz deylik? Balki yoshi katta insonga ozgina boshqacharoq yondashish kerak deb o'ylayman. Biz asosan context based metoddan foydalanamiz. Ya'ni bunda hamma narsani o'qituvchi hamma narsani fit qilmaydi. Ya'ni bu bunaqa deb tushuntirib bermaydi va imkon qadar o'quvchini o'zidan olishga harakat qilinadi. Ya'ni bunda real hayotda tekstlar beriladi yoki bo'lmasam sharoitlar, vaziyatlar yaratiladi va bunda o'quvchi shunchalik o'rganadiki, bu keyinchalik o'sha tilni produce qilishiga juda ham ko'mak beradi. Qaysi o'qituvchilarni bilasiz markazda? Ismlarini ayting. Mrs. Ozoda, Mrs. Dilnoza va Mrs. Aziza guruhlarda o'qiganman. Qaysi biri, uchalasidan qaysi biri yaxshiroq dars beradi? Qarang, bu yoqda qaramasang faqat. Xo'sh. Uchalasi ham yaxshi. Uchalasi ham. Xuddiga nimaga o'xshaydi? Otang yaxshi ko'rasanmi yoki onangni yaxshi ko'rasanmi? Qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rasan? Siz shunaqa bo'lardi. O'rtaga qo'yib olib turib gapirishardi. So'rashardi. Qaysi biri, yo, endi baribir metodikasi farqli. Uchalasi bir xil dars o'tmasa kerak. Farq qiladimi? Kimdir o'yinlar bilan qiziqtirib o'tishi mumkin, kimdir jiddiyroq o'tishi mumkin. Kimdir esa qattiqqo'l, juda ham. O'qituvchingiz qattiqqo'lmi yo'qmi? Mrs. Dilnoza teacherni darslarida o'tirganimda, ta'lim olganimda o'qituvchim juda qattiqqo'l edi, uy ishlarini juda qattiq so'rardi. Kamida yarim soat mavzu uchun vaqt ajratar edi, lekin Mrs. Ozoda sal Erkinroq, ha? Erkinroq. Erkalatardi bizni deb qo'ying. Unga vazifa qilib kelmasa ham, mayli, keyingi safar qilib kela qolasan deb. Shunday. Lekin Dilnoza Ochildiyeva familiyalari adashmasam, shaxsan o'zim ham tanigan bo'lsam, juda ham bir darsiga mas'uliyat bilan yondashib, tergab, xuddi o'zi nima desam ekan, u kishiga foyda yo'q bu narsadan. Ya'ni talaba yoki bo'lmasam o'quvchisi qarshisida turgan faqatgina sertifikat olsa bo'ldi, lekin jon kuydirib, juda ham bir o'zlari asablari ketsa ham mayli, baqirib, urushib o'qitardilar-da.
O'zimda ham xuddi shunaqa protsess kechgan. Endi esa ustozlarga yuzlanmoqchiman. Aziz opa, nima deb o'ylaysiz? Endigina ingliz tilini o'rganishni boshlayotgan yoshlarga qanday maslahat berardingizki, nimalardan ehtiyot bo'lishligini ular? Bizda hozir o'quv markazimizda juda ko'plab o'qituvchilar CELTA sertifikatiga ega. Bu degani xalqaro standartlar asosida dars o'tamiz. Demoqchi bo'lganim, o'quvchilar masalan bizda avval boshqacha bo'lgan metodika, ya'ni bunda an'anaviy tarzda bo'lgan, faqat grammatika va so'z boyligini oshirishga fokus qaratilgan. Hozirgi kunda esa deylik o'qishga kirish uchun yoki sertifikat olish uchun faqat o'sha ikkita skill bo'yicha bo'lmayapti testlar. Shuning uchun ular faqatgina grammatika va so'z boyligini oshirishga o'zini fokusini qaratmasdan, ular bir maromda listening, reading, speaking, writing hammasini birgalikda o'rganib ketishini so'rab qolgan bo'lardim. Bu jarayonni yana ham tezlashishiga olib keladi. O'quvchini tezroq va ertaroq o'sha o'z oldiga qo'ygan maqsad, ya'ni sertifikatni qo'lga kiritishda ota-onani o'rni, roli qanday deb o'ylaysiz? O'qituvchi sifatida. Ota-onani o'rni juda ham katta bunda. Avvalambor ota-ona ruhan ko'maklashishi kerak farzandiga. Ya'ni u uchun sharoitlar yaratib berilmasdan dars qilishi uchun. Chunki shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Ba'zi ota-onalar juda ham bosim berishadi farzandlariga. Mana shu muddatgacha mana shu ballni olish kerak yoki shu muddatgacha sen mana shu ballni olmasang jazolanasan tariqasida ish ko'rishadi va bunda o'quvchi erkin bo'la olmaydi. Doim bosim ostida, stressda bo'lib, bor o'zini imkoniyatlarini ko'rsatib bera olmay qoladi. Shu sababdan ruhan ko'maklashib, doim motivatsiya berib, ya'ni yana olg'a harakat qilishiga undashish kerak deb o'ylayman. Hozir o'quv markazlaringiz bo'yicha bir kompliment bildirmoqchiman-da. Meni o'zimni bir jiyanim sizlarni kids gruppalaringizga boradi, qatnaydi. Endi yuqorida aytib o'tganingizdek, agarda ularga an'anaviy tarzda dars o'tilsa, zerikib qoladi-da. Ularga o'yin tarzida o'rgatilishi kerak. Men endi u bilan birga turganman, birga yashaganman, dars qilmasa dedi. Darsga borib kelar, dars qilmasdi, lekin ingliz tilini yaxshi biladi. Qanaqa qilib bo'ladi bu jarayon? Menga tushuntirib bering, mana shu narsani dars qilmasdan turib ham. Biz ham dars qilmasdan IELTSdan baholaylik va olaylik. Speaking imtihon topshirib kelgan, ya'ni o'zlaringizda oylik testlar bo'ladi, bilasiz. O'shandan speakingni eshitsangiz, menimcha B1 daraja bera olasizda. Unga hali kichkina qiz u maktabda o'qiydi. Adashmasam 4-3-sinfda. Yoshlarda mana kids gruppada metodika boshqacharoq. Ularda dars jarayoni o'zida o'yinlar tariqasida so'zlarni yod bo'lib ketishadi ularga. Masalan, deylik bitta so'zni o'rgatish uchun takrorla, 10 marta takrorla tariqasida emas, har xil o'yinlar bilan, aktivitelar bilan jarayon shunchalik qiziq bo'ladiki, bolalar o'zi bilmagan holda o'sha so'zni yodlab olishadi. Va dars davomida umuman o'zbekcha gapirish mumkin emas. Ular ingliz tilini mukammal bilmasa-da, lekin o'sha muhitda bo'lib, o'zlari kirishib ketib, gapirib, o'shani speakinglari oshib ketadi. Maqsad o'sha xato bo'lsa ham gapirsin ingliz tilida. Xuddi shunaqa. Bu lekin juda ham zo'r effekt beradi. Hozir men ham bir ancha yillar oldin harakat qilib ko'rmoqchi bo'lganman ingliz tilini o'rganishga, lekin biroz qiynalganman negadir. Endi biz o'sha Murphy avlodimizda, Murphyni o'rgangan avlodimiz, hozirgi kitoblar, o'sha darsliklar qanchalik farq qiladi o'sha avvalgi o'sha metodikalardan, darsliklardan yengillashganmi? Endi meni xayolimda o'sha qolib ketgan biroz o'sha haligi oq-qora tasvirlarda. Avvallari aytganingizdek, Murphy kitoblaridan o'tilardi darslarda va bu asosiy o'quv qo'llanmaydi. Hozirgi kunda esa faqatgina aytganimdek Murphyda grammatika faqat tushuntirilgan, so'z boylik oshirish uchun ko'proq fokus qaratilgan, lekin hozirgi kunda biz o'zi o'quv markazimiz kitob ishlab chiqqanmiz, har xil darajalarga mos va unda faqatgina grammatika va so'z boylik emas, ya'ni listening vazifalari bor, ya'ni eshitib, bajarish. Undan tashqari o'qib bajarish, reading, speaking, writing, xullas umumiy tilni yaxshilash xalqaro hamda milliy sertifikat olish uchun bo'ladigan imtihonlarda o'zlarining imkoniyatlarini ko'rsatib berish uchun juda qo'l keladigan darajada kitoblardan foydalanamiz. O'zi qancha vaqtda deylik ingliz tilini B2, ya'ni B2 darajaga erishish mumkin? Haligi e'lonlarga ko'zim tushib qoladi. 3 oyda B2 darajaga qo'lga kiriting. Bizda haligi poytaxt undan ham zo'rlari bor edi. 45 kunda biz maksimal darajada o'rgatamiz deyishardi. O'zi bu unaqa e'lonlar qanchalik rost yoki o'quvchining o'ziga bog'liqmi, o'qituvchigami muddat o'zi qancha bo'ladi? Biz har bir kishiga ayni muddat qo'ya olmaymiz, chunki har bir shaxs o'ziga xos, individual bo'ladi. Ularda tezlik har xilcha bo'ladi.
deylik ko'pincha o'rtacha oladigan bo'lsak 1 yil muddatda tinimsiz shug'ullanib dars qilib bitta darajani qo'lga kiritsa bo'ladi. Noldan boshlab demak, Noldan boshlab. Noldan boshlab Tinimsiz harakatlar bilan. Tinimsiz harakat bilan. Maslahat bermaylik. O'sha tinimsiz harakatni uyda rosa ko'ramanda. Soat 2 gacha dars bo'ladi. 3 soat uyqu, yana xuddi shunday tinimsiz men aytardimda, tinimsiz o'qimanglar derdimda. Baribir charchatadi, chunki til o'rganish yana bir narsani e'tirof etishim kerak, chunki o'zim ham o'sha bevosita yana ingliz tili bo'lmasa tilga aloqam bor. Agar o'sha tilni madaniyati, uni tarixini, uni urf-odatlari bilan qabul qilmasa, uni tilni mencha to'laligicha egallash qiyin. Chunki qo'shiqlarini, kinolarni beixtiyor ko'rishni boshlaymiz, eshitishni boshlaymiz, ularda gapirishni, ularda o'sha xatti-harakat, mimikalarga taqlid boshlanadi. Agar bu narsadan uzoqroq bo'lsa, menimcha qiyinroq bo'lsa kerak. Nima deysiz? Va har doim men shu narsani o'quvchilarga uqtirishga harakat qilaman. Ular chunki kelib tilni o'rganib boshlashganda maqsadni noto'g'ri qo'yishadi. Ular faqat shu testda yuqori olishim kerak, testdan sertifikat olishim kerak deyshadi. Lekin bunda jarayon uzoqlashib ketishi mumkin. Tilni sevish kerak. O'sha tilni, madaniyatini, hamma narsasini birgalikda qo'shib, yaxshi ko'rib o'rganish kerak. O'shanda jarayon tezlashib, har tomonlama rivojlanish yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Bundan tashqari, kelajakda mana shogirdingiz, o'quvchingiz, Farangizdan qanaqa natijalar kutyapsiz yana? Nasib Xudo xohlasa, 9-sinfda bitirgunga qadar IELTS 9 natijani kutib qolamiz va biz bunga ishonamiz, albatta uddalaydilar. Menimcha yana bitta narsani kutyapsiz siz. Qanaqa? Avtomobilni menimcha. Nimaga unaqa deyapsiz? O'zlari biladi menimcha nima uchun. uchun. Men qanaqadir? 9 natijani qo'lga kiritgan o'quvchi yoki o'qituvchilarga o'quv markazimiz rahbariyati tomonidan avtomobil mashinasi sifatida beriladi. Bu juda ham ajoyib motivatsiya. Menimcha bu uncha joyda yo'q bunaqangi motivatsiya. Va biz sizga albatta muvaffaqiyat tilaymiz. Shogirdlaringiz safi ko'proq bo'lishini. 2026-yilda bir emas, balki 3 kishi o'sha 9 darajani qo'lga kiritsin, milliy sertifikatlar safi oshsin, B2 darajadagi o'sha shogirdlaringiz safi va shogirdlaringizga ham biz omad tilab qolamiz. Tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Xuddi shunday, men Farangizga bermoqchi bo'lgan Oxirgi savolim bor-da. Farangiz, nima deb o'ylaysiz? Hozirgi ingliz tilini o'rganishingiz bu sizningcha oddiy bazami yoki kelajakda ma'lum bir kasbga, kelajagingizga bog'lagan joy bormi? Qaysi kasb bilan bog'lamoqchisiz ingliz tilini? Men kelajakda shifokorlik kasbini egallamoqchiman va men o'ylaymanki, ingliz tili kelajakda mening kasbim uchun juda foydali bo'ladi. Albatta, bu albatta o'sha ilmiy va darsliklarida ingliz tilidagi adabiyotlarni bemalol o'rganish. Va sizga yana bir kichik maslahat berardik, agar o'sha darajani olganingizdan keyin sohaga oid bo'lgan ingliz tili bo'yicha o'sha terminlarni yaxshiroq o'rganishingizni so'raydi. Chunki hozir umumiy jihatdan o'rganyapsiz siz, lekin o'sha tibbiyot nuqtai nazaridan yanada professional chuqurroq yondashsangiz, siz zo'r mutaxassis bo'lasiz. Marhamat, kun tilaklarni olamiz hamkasblaringizga, o'quv markazi jamoasiga, shogirdlarga. Hammaga omad tilayman. Shunaqa yuqori natijaga erishayotgan o'quvchilarimiz soni safi ko'paysin butun respublikamizda, nafaqat Surxondaryoda. Va aytganingizdek umid qilib qolamizki, tez orada yana 9 natijalar ham chiqqan o'quvchilarimizdan inshaalloh va Farangizdan ham o'qishni bitirganiga qadar, ya'ni maktabni bitirganlariga qadar kutib qolamiz. Albatta. Farangizxon, marhamat, sizni hozir ayni galda ota-onangiz menimcha sizni kuzatib turgan bo'lishlari kerak. Aytib kelgansiz, televizor tomosha qilib turibsizlar, chiqaman. Bo'ldi. Shunday. Ularga aytmoqchi bo'lgan tashakkurlaringiz bormi, tilaklaringiz bormi? Hozir ayni bir fursat, ayni daqiqalar. Marhamat Farangiz. Meni shuncha shu darajalarga yetganingiz uchun rahmat. Bu darajalarga yetishimga sizlar va o'qituvchilarim ham, egallagan bilimlarim ham juda katta rol o'ynadi. Sizlarga katta rahmat. Hozir Farangiz sizdan ham bitta iltimos qilamiz. Hozir biz xayrlashib ko'rsatuvni yakunlaymiz. Siz ingliz tilida hozir chiroyli qo'shiq tinglaymiz deysiz. Ayta olasiz, ingliz tili oson, hozir chiroyli qo'shiq tinglaymiz deb navbat beramiz, shu bilan yakunlaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bordi. Bugun turli xil mavzudagi o'sha suhbatdoshlar bilan suhbatni amalga oshirdik va sizlarga albatta a'lo kayfiyat ulashgan bo'lsak, biz bundan minnatdormiz. Bugun 27-yanvar sanasidagi Munavvar kun musiqiy dam olish dasturining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi, azizlar. Azizlar, kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Marhamat Farangiz. Let's listen song in English. Marhamat.